Abdulla Qodiriy 1894-yili 10-aprelda Toshkent shahrida Bog'bon oilasida dunyoga kelgan. Oiladagi yo'qchilik tufayli mahalladagi maktabga kechikibroq borgan Abdulla 2-3 yil ichida tuzukkina savodxon yigit bo'ldi. Lekin muhtojlik baribir o'z ishini qildi. 12 yashar o'smirni bir boyga yugurdaklikka berishga majbur bo'ldilar. Tijoratchilik tufayli ruslar bilan ham savdo aloqalari qiladigan bu boy rus tilini biladigan, shu tilda ish yurita oladigan xizmatchiga juda muhtoj edi. Shu sabab zehnli va tirishqoq Abdullani u rus tuzem maktabiga o'qishga berdi. 1912-yilda o'qishni muvaffaqiyatli tugallagan Abdulla estetik qarashlari va ijodiy qiyofasi shakllanishida muhim ahamiyatga ega bo'lgan bu maktabni hech qachon esidan chiqarmaydigan bo'ldi. Negaki Abdulla bu yerda rus tili va u orqali dunyo adabiyotini o'rganish imkoniyatiga ega bo'lgandi. Ikki yildan oshiqroq vaqt mobaynida oilaga yordam berish uchun tirikchilik yo'lida urinib yurgan bo'lajak yozuvchi 1914-yilda Abul Qosim madrasasiga o'qishga kirdi. Madrasada u shariat ilmi, islom falsafasi, arab va fors tillarini o'rgandi. Bu hol ko'p o'qiydigan, kunchiqish sharq adabiyoti bilan chuqur tanish bo'lgan Abdullaga islomiy turkiy estetikaning nazariy asoslarini ham egallash imkonini berdi. Xullas, Abdulla Qodiriy 1917-yillarda ham dunyoviy ham diniy bilimlarni puxta egallagan, olam hodisalarini teran idrok etadigan ziyoli sifatda shakllangan edi. Bo'lajak yozuvchi rus tuzem maktabini tugatib, tirikchilik ko'yida yurgan kezlarda Rasul Muhammad otliq savdogar boy qo'lida ish boshqaruvchilik qildi. Savdogar insofli, ochiq fikrli, oydin kishilarni hurmatlaydigan boy odamlardan edi. Abdulla uning do'konlarida ishlab yurib, zamonasining bir qator ilg'or fikrli kishilar bilan tanishadi. Ular bilan suhbatlar quradi. 1914-yilda boyning Rahbaro ismli qiziga uylanib, Nafiza, Habibulla, Adiba, Anisa, Mas'ud kabi farzandlar ko'rdi. Qodiriyning ijodiy faoliyati ham shu yillarda boshlandi. Shu miyonalarda bozor vositasi bilan tatarlarda chiqadirgan gazetalarni o'qib, dunyoda gazeta degan gap borligiga iymon keltirdim. 1913-yilda o'zbekcha Sadoi Turkiston, Samarqand, Oyina gazetalari chiqa boshlag'ach, menda shularga gap yozib yurish fikri uyg'ondi, deb yozadi adib keyinchalik. Sadoi Turkiston gazetasining 1914-yil 1-aprel sonida Abdulla Qodiriy deb imzo chekilgan yangi masjid va maktab sarlavhali xabar bosilgan. Qodiriy yozuvchilik faoliyatiga birinchi qadamini shu tarzda qo'ygan. Oradan ko'p o'tmay millatimga, ahvolimiz she'rlari, baxtsiz kuyov dramasi, juvonboz hikoyalar chiqdi. Jadidchilik g'oyalar bilan sug'orilib, jamiyat a'zolarini ma'rifatli,
o'qimishli va ilg'or qilishga qaratilgan bu asarlar badiiy jihatdan puxta bo'lmasa-da, zamoni uchun o'ta dolzarb edi. Yosh yozuvchi bu asarlarida davrning muhim masalalarini ko'tardi. Millatning ahvolini yaxshilanishini astoydil ko'rsatdi. Lekin bu istak va niyat bilan badiiy ifodaning orasida hali ancha masofa bor edi. Qodiriy ilk asarlarda fikrlarni ochiq aytish, g'oyani ochiq-oydin ifodalash yo'lidan bordi. Millat baxti uchun kuyib yongan Qodiriy oktyabr o'zgarishlaridan keyin qator shura idoralarida xizmat qildi. Jumladan 1918-yilda Eski shahar oziq komiteti sarkotibi bo'lib ishga olindi. Qodiriy shu yillarda jurnalistika bilan faol shug'ullandi. Bu hol unga yangi hayotni ichidan bilish, uning og'riqli, sog'lom aqlga to'g'ri kelmaydigan, xalqimiz manfaatlariga zid keladigan jihatlarini bevosita ko'rish imkonini berdi. Har qanday ishda bo'lgani singari asarlarni yozishga ham g'oyat puxta tayyorgarlik ko'radigan yozuvchi 1917-1918-yillardan boshlab asosiy asar bo'lmish O'tgan kunlar romani uchun materiallar yig'a boshladi. Abdulla Qodiriy xalqning hayotini, ahvol ruhiyasini yirik badiiy asarda tasvirlash zaruriyatini his etardi. O'zbekning qanday xalq ekanligini ko'rsatib beradigan katta hajmli asarga ulkan ehtiyoj borligini sezardi. Adib romanni 1919-yildan yoza boshladi va 1922-yilda birinchi o'zbek romanining dastlabki boblari Inqilob jurnalida chop etildi. 1925-yilda romanning bo'limlari alohida 3 kitob tarzida, 1926-yilda esa O'tgan kunlar yaxlit asar sifatida bosilib chiqdi. 1928-yilda adibning ikkinchi romani Mehrobdan chayon nashr etildi. 1934-yilda kolxozlashtirish tufayli o'zbeklar hayotida ro'y bergan o'zgarishlarni aks ettiradigan Obid Ketmon qissasini yozdi. Bulardan tashqari adib necha o'nlab publisistik maqolalar, badiiy saviyasi baland hikoyalar ham yaratdi. Abdulla Qodiriy Amir Umarxonning Kanizagi, Namoz o'g'ri va Dahshat singari romanlar yozmoqchi bo'lib, materiallar to'plagani haqida ma'lumotlar bor. Ammo qonsiragan shurolar tuzumi adibning bu rejalari amalga oshuviga yo'l qo'ymadi. Bir 1926-yildanoq Mushtum jurnalining 3-sonida bosilgan Yig'indi gaplar maqolasi uchun adib aksil inqilobiy maqsadda shuro rahbarlarini matbuot orqali obro'sizlantirdi degan ayb bilan qamoqqa olindi. Qodiriy o'ziga qo'yilgan ayblovlar asossiz va uydirma ekanligini, maqolasida xolis tanqid va samimiy hazil qilganligini kuchli mantiq bilan isbotladi. Qamoqdagi adolatsizlikka qarshi ochlik e'lon qildi. Uzoq cho'zilgan tergovda ham, sud jarayonida ham pastkash, soxta guvohlarni hukmron siyosatga til tekkizganligi bilan cho'chitmoqchi bo'lgan yuzsiz kimsalarni ayamay fosh etdi
o'z qarashlaridan qaytmay, ijodkorlik va insoniylik sha'nini mardona himoya qildi. Uning "Men to'g'rilik orqasida bosh ketsa, deydirg'on yigit emasman" degan gapi adib shaxsiyatiga xos xususiyatlarni to'liq aks ettiradi. O'sha vaqtdagi Respublika Oliy sudi yetarli asos bo'lmasa ham Abdulla Qodiriyni 2 yil ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Lekin dalillarning uydirmaligi ko'rinib turgani uchun ham O'zbekning eng mashhur adibni qamoqqa tiqishga jur'at etishmadi. Bu sud orqali sho'rolar yozuvchini o'ziga xos yo'sinda ogohlantirdi. Lekin adib bu ogohlantirishdan to'g'ri xulosa chiqarmadi, ya'ni haqiqatga xiyonat qilmadi. O'z asarlari bilan nafaqat O'zbekiston, balki Turkiston xalqlari ma'naviyati ravnaqiga hissa qo'shgan adibni 1937-yilning 31-dekabrida Yangi yil kechasi 2-bor olib ketishdi. Adolatning ko'chasidan ham o'tmagan hukumatning 3lik sudi 1938-yilning 5-oktyabrida 20-asr O'zbek nasrining yirik vakilini, asrimizdagi o'zbeklarning eng fidoilaridan birini o'limga hukm qildi. Hukm 4-oktyabrda, ya'ni hukm chiqarishdan 1 kun oldin ijro etilgan edi. Ular O'zbekning chin iste'dodlarini yo'qotishga shoshilishgan va bunga erishgan ham edilar.